Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Mana ko'rdingiz, yangilikni ham, katta yangilikni ko'rdingiz. Sizlarga alohida rahmatimni aytaman. Endi qisqa savol-javobga o'tamiz. Birinchi savol. Filmat akademiyasi $200 tarqatayotgan ekan. Bu nima degani? Do'stlar, bu yangi ochilayotgan Neo buxgalter kursi uchun amal qiladi. Ya'ni buni chegirma sifatida qabul qilsangiz ham bo'ladi, voucher sifatida qabul qilsangiz ham bo'ladi. Kelasiz, biz bilan shartnoma tuzasiz va Neo buxgalter kursini boshlaysiz. Mana shu pul qayta beriladi sizga. Ya'ni chegirma qilib beriladi kurs pulidan do'stlar. Va buni qolgan masalalarni bizning o'sha administratorimizga kelib uchrasangiz sizga tushuntirishadi. Birinchi savolimiz shu edi. Ikkinchi savol. Xo'p, bu kimlar uchun amal qiladi? Faqatgina yangi o'quvchilar va birinchi shartnoma tuzmoqchi bo'lgan 100 nafar ishtirokchiga amal qiladi. 100 dan ko'p emas. Bir dona o'quvchi ham ko'p emas. Faqat 100 nafar o'quvchi uchun amal qiladi. Lekin oramizda o'quvchilarimiz bor, o'zimizda o'qiyotgan, yosh buxgalter kursida o'qiyotgan o'quvchilar bo'lishi mumkin. Hozir o'qishyapti, davom qilishyapti o'qishi. Bular uchun amal qilmaydi. Agar ular yutib olgan bo'lsa, bu voucherni do'stlariga taklif qilishsa bo'ladi. Lekin ular uchun ajoyib mana tizim bor. Xudo xolasa qo'ydik bu tizimni. Sizlar uchun keyingi videolarimizda ko'rsangiz bo'ladi uni. Xo'p, oldin yosh buxgalter kursida o'qigan bo'lsa, bular uchun ham amal qiladimi? Bu ham zo'r savol do'stlar. Ha, amal qiladi, chunki bizda endi amaliyot qo'shildi. Amaliyot oldin ham bor edimi? Ha, bor edi. Endi biz nima qilmoqchimiz? O'zini firmasini olib keladi yonimizga, o'zini firmasini amaliyot tarzida o'taydi. 2 oy davomida o'taydi. Va 2 oy davomida bizda o'tagani uchun biz unga o'sha noldan firmasini tiklashiga yordam beramiz. O'ziga yarasha o'sha shart-sharoitlarni yaratishimiz to'g'risida bor bizda yo'riqnoma. Administratorga kelsangiz sizga berishadi va o'sha bo'yicha siz bilan ishlaymiz. Va o'sha uchun siz agar oldin yosh buxgalter kursida o'qib, bitirib ketgan bo'lsangiz, endi esa ozgina esingizdan chiqqan bo'lishi mumkin va boshqa masalalar bo'lgan bo'lishi mumkin. Endi kelib takrorlab olish imkoniyatiga egasiz do'stlar. Mana shu pulni siz olsangiz bo'ladi. Faqat o'sha yosh Neo buxgalter 3-modul uchun yosh buxgalter kursi endi yo'q do'stlar. Xo'p, eski shartnoma tuzganlar yoki hozir o'qiyotganlar bu narsadan foydalana olishmaydi. Nimaga degan savol keldi. Do'stlar, tushunishimiz kerak, buning sababi moliyaviy tomonga borib taqaladi hammasi. Sababi siz biz bilan oldin shartnoma tuzgansiz, xudo xolasa sizga natija kafolatlaganmiz. O'sha yosh buxgalter kursimizda o'qib chiqsangiz ham sizga natijani kafolatini beramiz, xudo xolasa, bilim berish natijasini. Sababi oldin ham bizda o'qishgan va natijalar qilishgan ko'pchilik. Hozirgi kunda 2 milliondan 10 milliongacha oylik olayotganlar bor o'quvchilarimiz orasida. Shuning uchun siz ham xudo xolasa qisliqmang, zo'r bo'ladi nasib qilsa. Hammani ishiga rivoj tilayman, savollarga javob berdim deb o'ylayman. Agar yana qo'shimcha savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol qoldirsangiz bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.